Buran chapqunlarning hammasi sizning hayotingizni buzish uchun emas, balki ba'zisi sizni g'aflatdan uyg'otish uchun, ba'zisi bo'lsa yo'lingizni tozalash uchun keladi. Bir bo'y o'g'li bilan eshakka yuktaklarini atib shaharga menibdi. Yo'lning o'tirishga kelganda eshakning puti sinib ketib, mang'amay qamlab qolibdi. Shuning bilan eshakni qapqab, u yukni ota bola ikkili ko'tarib menibdi. Ketayotganda balasining putini yilon chaqib olib, u yuktakni ko'tarolmay, shuni balasini ko'tarib bu odam asta shunday menib shaharga aran kiribdi. 1-2 soat shaharga kechikib qolibdi. Kechikib qoldik deb naytib bir g'amkin, ko'ngilsizlik bilan shaharga kirsa, shaharda 1 soat burun yer tevrigan ekan, shahardagi odamlarning hammasi o'lib ketibdi. Demak, bu odamning kechikib qolganligi o'sha odamningki foydasi uchun bo'lgan. Lekin inson buni bilmaydi. Alloh taolo Qur'on Karim deydi: "Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum vallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sizlar o'zingizlarga foydali bo'lgan bir ishlarni yomon ko'rishinglar mumkin. Ya'ni sizlar o'zingizlar ziyonli bo'lgan ishlarni yaxshi ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilmaysizlar, uni Alloh biladi. Şuna her qanday ishda Allohning taqdiriga rozi bo'lish, qanoatchan bo'lish talab qilinadi.